Меня чисто красиво подставили. Sanjar Karimov uyida topilgan narkotik moddalar unga nisbatan uyushtirilgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Ikki og'iz so'z. Bu topilgan narkotik moddalar bitta xonadonga sanksiya olinyapti-da, 4 tasiga kirib ketilyapti. Bitta xonadonga sanksiya olib. Yana-ku mayli, uni kirishdan oldin eshikni buzib, umuman boshqa xonadonga kirib ketilyapti. Endi sanksiyani ham kechiktirib bo'lmaydigan sanksiyani ham mana 158-JPK da yozib qo'yilgan tintuv qoidalari. Kimnikida, qayerda? To есть kimnikida, qayerda sanksiyasiga asosan bitta xonadonga kirish bo'lsa, granitsa sanksiya degan narsa bo'lish kerak. Bu narsa endi siz Rahmatullohni qo'rqitgan bo'lsangiz nima yana u bilan gaplashyapsiz? Rahmatulloh ham men bilan agar qo'rqitgan bo'lsam, haqorat qilgan bo'lsam, nima sababdan u men bilan yana o'g'li srok qo'ygandan keyin yana gaplashyapti, iltimos qilyaptiki, meni chaqirishyapti. Ariza ustingdan yozgani debdi. Uyushtirilgan deb o'ylaysizmi bu narsani? Albatta. Mana uzoq aytdim-ku. Mana men hammaga bir narsani aytaman. To'g'risi mana Alloh guvoh. Meni чисто красиво подставили. Meni подставили. Afsus. Siz kimgadir yoqmay qolgansiz. Shuning uchun jalotni biz oramizdan emas, o'sha haliho bir-biriga surma ichirib, ovozini bo'g'ib qo'yadigan otarchlaringiz orasidan qidiring. Agar qidirmaganingizda sizni o'g'il bola demasdan. Naychi allaqachon oladiganini olib bo'lgan. Hisob-kitobga bo'lingan u bilan.